Fevral oyida tug'ilganlar qanday odamlar? Fevral yilning eng qisqa lekin noodatiy oyi. Tabiat qish va bahor orasida bir xilda qaror topa olmayotgandek, fevralda tug'ilgan insonlar ham oddiy qoliplarga sig'maydi. Ularda erkin fikr, orzu qilish qobiliyati va insonparvarlik kuchli. Sharqona qarashda fevralda tug'ilganlar ko'pincha yozdan xabar olib keluvchi deb tasvirlanadi. Chunki bu oyda tug'ilganlar o'z atrofiga iliqlik va yangilanish hissini olib keladi. Ular muloyim, ammo o'ziga xos qat'iyatli bo'ladi. Sharq ulamolari bunday insonlarning bir qarashda sokin, lekin ichkarisida ulkan kuch va harakatga tayyor ruh yotganini aytishgan. G'arb astrologiyasiga ko'ra, fevral oyining asosiy burchlari Qovg'a va Baliq. Ular original fikrlovchi, yangilikka intiluvchi, erkinliksevar shaxslar. Ular hayotga noodatiy yo'llar orqali qaraydi va ko'pincha jamiyatdan bir qadam ilgarida bo'ladi. Shu bilan birga, hissiyotchan, ruhiy dunyosi chuqur, boshqalar dardiga darrov sherik bo'luvchi insonlar. Ularda orzu va intuitsiya juda kuchli. Yangi g'oyalar yaratish qobiliyati, mustaqil fikr va qaror, ochiqlik va do'stona munosabatlar, orzu va maqsadlarda sobit qadamlik ijodiy jihatlariga kiradi. Sharqda ularni qishda bahorni olib kelganlar deb, g'arbda esa ozod fikrlovchi islohotchilar deb atashadi. Muhabbat va munosabatlarda fevralda tug'ilganlar noodatiy. Ular uchun munosabat faqat romantik hissiyotlar emas, balki ruhiy va aqliy uyg'unlikdir. Ular sevgan insonlariga do'st, hamfikr va ilhom manbai bo'lishga intilishadi. Biroq erkinlikka muhtojliklari tufayli munosabatda ularni qo'llab-quvvatlash va ishonch berish juda muhim. Ular oilada iliq va mehribon muhit yaratishga harakat qiladi. Do'stlar orasida esa hamma maslahat so'raydigan, fikriga ishonadigan shaxs sifatida qadrlanadi. Fevralda tug'ilganlar hech qachon do'stini qiyin ahvolda tashlab qo'ymaydi. Ularning hayotida sodiqlik so'zi alohida o'rin tutadi. Bunday insonlarni hayot shiori yangi fikrlar orqali dunyo yaxshilanadi. Ular tabiatan yangilik yaratishga va boshqalarga yordam berishga moyil. Ruhiy quvvatlari ko'pincha boshqalarni ilhomlantirishi mumkin. Shu bois ular atrofida doim ijobiy ta'sir his etiladi.